Dilrabo raqslar bilan o'tadi. Bugun o'zining kuylari, qo'shiqlari bilan O'zbekistonga atalmish jannat makon yurtimizning, bag'rikeng xalqimizning baxtli va quvonchli damlarida xalqimizdan beri bog'lab xizmat qilgan xushovoz xonandalar, benazir takrorlanmas ovoz sohibasi Sardor akam Abduvahhab va Zilola xonim Muhammadiy va ushbu fayzli oqshomimizning mehmon hamda mezbonlari. Siz azizlarning maqsadlaringiz bilan azizlar fayzli doramizning ilk tabriklarini oqshom ijodkorlariga topshirish niyatidamiz. Marhamat aka, yangi bemalol joylashib o'tira olasizlar. Bugungidek bir quvonchli bir kun muborak bo'lsin. Azizlar, ushbu quvonchli daqiqalarda siz uchun Sardor akam Abduvahhab, Zilola xonim Muhammadiyeva kuyladi. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Katta rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar to'yxonaga, murodxonaga. Avvalo to'y sohibalariga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Keling, yo'llarimiz baxtli, saodatli bo'lsin. Xudo xolasa kelgusi yillarda bir beshik to'ylarda xuddi shunday